Bolalarni boqaman deb, tushlik qilaman deb, turmush qilaman deb qiylanib 12 soat ishlaymiz. Ertaman chiqib ketamiz, kechqurun kelamiz. Bir mahalda ovqat yeb, dam olganiyam vaqtimiz qolmaydi. Shunday uxlab qoladigan kunlarimiz ham bo'lgan, charchab. Shunday kunlarni ko'rib, qiyinchiliklarni ko'rib, shunday kompaniya topganimga shunday xursand bo'laman. Uyda 2 soat o'tirib, internet orqali shu reklama berib, shu kompaniya to'g'risida shu 2 soat ichida $150 pul topaman. Kimga qiziq bo'lsa yozinglar. Uyda o'tirgan holda 12 soat birga borib ishlayolmaysiz. 20 yil shu Rossiyada bozorga chiqib, bozorda turardim. 40 gradus, 30 gradus sovuqlarda turib, shu savdo qilib bolalarimni boqqanman. Endi-chi 2 soat uyda o'tirib, shu undan ko'p pul topaman. Bir oylik pulingizni bir kun ichida, 10 minut ichida topaman. Uyda o'tirib ish qilaman deganlarni interesiga albatta kiringlar, yozinglar. Juda ham zo'r kompaniya. Sizlarga informatsiya beryapman. Shu nimadan foydalanib olinglar, kompaniyadan. Kuniga uyda o'tirgan holda pul topasiz. Izlab shu zo'r kompaniya topdim. Xudoga shukr, Allohga shukr.